ibodatning lazzatini bilamsiz? Dunyodagi lazzat nihoyat ko'p. Bu lazzatlarning hammasi yo'qolib, buning ichidan faqat birla mangu yo'qolmaydi. U bo'lsa-mu ibodat lazzatidir. Abdulloh ibn Vahb roziyallohu anhu mundaq deydi. Dunyodagi lazzatlarning faqatla bir qitimlik qisqa vaqt lazzati bo'ladi. Faqat va faqat Allohga qilgan ibodatning lazzatila ham mangulik ham 3 qitim bo'ladi. U lazzatlarning biri ibodat davomidagi lazzat. Ikkinchisi bo'lsa, uni qayta eslagan vaqtdagi lazzat. Uchinchisi bo'lsa, qilgan ibodatning ajri berilgandagi lazzat. Ey Alloh, sening sadoqatman do'sting bo'lishini ayirib etma. Api darvozang oldidan noumid qaytirib etma. Bir kunnimi chala qo'ymay, barliqimni sana atab, ibodatim orqali o'zimni namoyon qilishdan qaydirib etma. Bu ushurni atrofga tarqatgan bandilaringni qarindoshlik ham o'zaro ishonchdan ayirib etma. Amin.